shuncha kiyimingizni nima qilasiz? Bu savol. Balki sizlarning o'rningizda bo'lganimda men ham shunaqa savol bergan bo'lardim. Chunki har hafta nimadir olaman kiyishga, bilasizlar. Tarqataman, uyda turadi. Mana menga bering deb yozasizlar-yu, men sizlarga u kiyimlarni yetkiza olmayman-da. Keyin birinchi, ikkinchi, uchinchi yozgan odamlarga bersam, qolganlarga уже qolmadi desam, aldabdi-da. Bermagan o'zi deb o'ylashmasin deb, o'shaning uchun qarindosh urug', tanish bilishlarga berib yuboraman. Hozir ham mana polni uyga kelib, tog'dan dam olmadim. Kiyimlarimni sortirovka qildim. Kiyadigan, kiymaydigan kiyimlarimni, yangi kiyimlarim bor edi, hali kiymaganman. Endi bo'ldi, kiymayman уже dedim-da. Hammasini onamlarnikiga olib kelyapman. Hozir onamlar bilan razmerimizni bir xil ulagan 3 ta yangi kiyim olib kelyapman. Kiydirib ko'raman, qolganini o'zlari kimga bersalar berib yuboradilar. Qozoga berib yubordim, bir so'mka kiyim o'sillarimga. Tozalab. Shu desanglar uyga srochniy mehmon keladigan bo'lib qoldi. Hozir qanaqa qish-qish narsa ichayotganimni bilmaysizlar. Somsa, bu yoqda mana bitta baqlajon, hozir qovuraman. Xullas mehmonlarni kutib olamiz. Kimni bo'lisizlar, topinglar.